Salom, sizlar yaxshi ko'rgan bir kunlik blog. Xullas, boshladik. Birinchi o'rinda ertalab chiroyli bo'lib turaman, turganimdan keyin esa bomdod namozini o'qiyman. Namozni o'qib bo'lib, shattir hovlilarni, hamma yo'g'ini, ko'cha uyini chinniday qilib supurib chiqaman. Supurib chiqib bo'lganimdan keyin har kunlik bir xil ishim mana shu yerga joy solish. Mehmon kelsa, kelmasa chinniday qilib mana shu yerga chiroyli qilib joylarni so'ppayman. Sop bo'lganimdan keyin bet qo'limni yuvaman, yuvib bo'lganimdan keyin esa o'zimga qarash uchun chiroyli qilib makiyaj qiladigan kosmetikalarni oldimga kelib olib, chiroyli qilib makiyajlarni qilib o'tiraman. Xullas, o'zimga chiroyli qilib qarab olaman. Bularni to'liq videosini men bu yerda joylay olmayapman, chunki sig'maydi ekan. Bu yerga 2,5 minutmi bo'lib ketdi, o'zi 2 minut 24 sekundmi bo'ldi. To'liq videosini YouTube'ga joylab qo'yaman. O'sha yerdan ko'rib olishlar mumkin. Bu yerda tezlatib, tez qilib joylab tushishga harakat qildim. Barcha qabul qilasizlar. Xullas, undan keyin esa ertalaman shunaqa qilib tuxum ko'rib beraman kechamga uydagilarga. Keyin esa birozgina Qur'on kitob o'qiyman, sura yodlayapman shuning uchun. Ana undan keyin kiyimlarni dazmollash kerak-ku. Kiyimlarni hammasini birma-bir olib dazmollab chiqaman-da. Xullas, mana shunaqa ishlar. Osonmi? Kiyimlar hamma yo'g'ini dazmollab olaman. Dazmollab bo'lgandan keyin obedga men shunaqa qilib kartofilni pyure qilib yeyman. Xullas, kartoshkani suvga qaynatamiz. Keyin esa yoshligini bir eslab albom ko'rib o'tirdim. Undan keyin peshin namozini o'qidim. Peshin namozini o'qib bo'lganimdan so'ng esa o'zimcha qo'shiqlarni aytib mazza qildim. Kayfda u boshqacha. Keyin esa orada muzqaymoq ham yeb oldim. Xullas, uylar tozalash kerak, mana shularni tozaladim. Tozalab bo'lgandan keyin asr namozini o'qidim. Namozdan keyin jirtillab sizlar uchun videolar va kontentlar oldim. TikTokga mana shunaqa qilib jiltillab videolarni oldim va joylab qo'ydim. Xullas, undan keyin esa o'zi shom namozi. Shomni o'qib bo'lgandan keyin kechki ovqatga mana shunaqa rol taniymiz. Masalliq bo'lsa ovqat qilgan bo'laman, bo'lmasa roldan. Undan keyin esa xufton namozini o'qiyman. Xufton namozini o'qib bo'lgandan so'ng esa mazza qilib uxlayman. Xullas, madikorga chiqmagan kunim mana shunaqa bo'ladi. O'zi har kuni madikorchilikda ishlar bir xil. Har xil odamlar har xil joyga olib ketadi. U yerlarda ishlarni bajarib berib kelasiz bo'ldi. Tamam, narsa yuvish kerak bo'lsa yuvib berasiz, artish tozalash kerak bo'lsa tozalab berasiz. Biz bog'da bo'lganligimiz uchun ko'proq bog'da bo'lyapti ishlar. Ya'ni bog'da terim, narsa terishlar, o'to'ri shunga o'xshagan ishlar. Uydagi ishlarim esa shulardan iborat bir kunlik blog sizlar uchun.